Assalomu alaykum hammaga. Bugun Mac operating sistemasi uchun qanaqa qilib MySQL Workbench hamda MySQL Client programmalarini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda bizga Safari yoki Google Chrome web brauzer kerak bo'ladi va MySQL so'rovini beramiz. Birinchi chiqqan veb-saytga o'tib olamiz. Bizga Downloads degan bo'limi kerak bo'ladi. Downloads degan bo'limdan ozgina pastroqga tushsak, MySQL Community Downloads degan joy bor. Bosamiz. Va u joydan bizga birinchi MySQL Community server kerak, shuning uchun MySQL Community server ustanovka qilib olamiz. Xo'p. Agar kompyuterimiz M1 yoki M2 chipli bo'ladigan bo'lsa, mana bu ARM deganni ustanovka qilishimiz kerak. Agar Intel chipli bo'ladigan bo'lsa, mana x86 bit degani bor, shuni ustanovka qilishimiz kerak. Hop, meni kompyuterim Intel Core i chipli, shuning uchun x86 bit ustanovka qilaman. Hop, no thanks, just start my download. Hop, mana ustanovka qilishni boshladi. Mana biz skachat qilib bo'ldi. Endi mana bu joyga 2 marta bosamiz. Bizga mana bu oynani ochib beradi. Biz ikonga yana bir marta 2 marta bosishimiz kerak. Allow bosamiz. Hop, install qilishda faqat continue ni bosib ketsa bo'ldi. Continue, agree, yana continue, install. Hop, bu joyga o'zimizning kompyuterimizga login qilib kiradigan passwordni kiritamiz. Va next bosamiz. Xo'p, bu joyda bizga password kiritishimizni so'rayapti. Demak, password kiritamiz. Bu passwordni iloji boricha esingizdan chiqmaydigan password qo'yinglar, chunki bu MySQL Workbenchga ham Pythonda MySQL connectorda ishlayotganda ham kerak bo'ladi. Shuning uchun esingizdan chiqmaydigan password qo'yishni tavsiya beraman. Finish bosamiz. Yana kompyuterga login qiladigan password kiritishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda ustanovka qilish tugadi. Close ni bosamiz va move to trash bostirsak ham bo'ladi, chunki endi bu bizga kerak bo'lmaydi. Xo'p, server ustanovka bo'lganini ko'rish uchun hop, settings ga o'tamiz. Va eng pastiga o'tganimizda mana MySQL degan ikonka paydo bo'ladi. Bosganimizda mana ushbu oyna ochiladi. Agar mana bu joy yashil bo'lgan bo'lsa, hop, problemasiz ustanovka bo'lgan bo'ladi. Demak, bizda ustanovka bo'ldi. Chiqib ketsak bo'ladi bu yerdan. Hop, server ustanovka qilib oldik. Endi biz MySQL Workbench ustanovka qilishimiz kerak. Uning uchun shu turgan pejimizda mana MySQL Community Downloads ga o'tib olamiz yana. Va ushbu pejdan biz endi MySQL Workbench ustanovka qilamiz. MySQL Workbench degan joyga bosamiz. Va yana xuddi o'sha narsa, agar kompyuteringiz M1 M2 chipli bo'ladigan bo'lsa, ARM degan joyni, agar Intel chipli bo'ladigan bo'lsa, x86 bit degan joyni ustanovka qilamiz. No thanks, just start my download. Ustanovka qilishni boshladi.
skachat qilib bo'lgandan keyin mana bu joyga 2 marta bosamiz. Va biz drag and drop qilishimiz kerak. Hamma ikonkani bosib joyiga surib qo'ysak bo'ldi. Demak, bizda ustanovka tugadi. Endi applicationga o'tib, mana MySQL Workbench degan joyni ochamiz. Va mana MySQL ochildi. Xo'p, menda o'zi bitta connection bor edi avvalda. Sizlar o'zingizlar mana plus sizni bosib boshqa connection qilsanglar ham bo'ladi. Buni bossak mana o'sha query yozadigan qismiga o'tdik. Ishlatib ko'ramiz. Xo'p, bizda mana ishladi. O'zida bor databazani chiqarib berdi. Xo'p, endi terminal orqali buni ishlatsak ham bo'ladi. Buning uchun xo'p, terminalni ochib olamiz. Command va probelni bossak bizda qidiruv paneli ochiladi. Bu joyga terminal deb yozamiz. Terminalda MySQL ishlatish uchun ushbu komandani yozamiz. MySQL chiziqcha u root chiziqcha p. Bosganimizda bizga MySQL ga o'rnatgan passwordimizni kiritishni so'raydi. Buni kiritayotganimizda bizga hech qanaqa o'zgarish ko'rinmaydi. Shuning uchun qo'rqmasdan kiritaveramiz. Password to'g'ri bo'lsa, shunaqa narsa chiqadi. Agar noto'g'ri bo'lsa, password noto'g'ri boshqatdan kiritishni so'raydi. Endi bu joyda hop terminal orqali ishlatib ko'ramiz. Show databases. Mana ishladi. Hop, MySQL Workbench hamda MySQL Client shunaqa qilib ustanovka qilishimiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.